Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari, bizani kuzatib turgan mehmonlar. Bugun sizlar bilan birga shunaqa ajoyib mazali kotletni birgalikda qilamiz. Qani bo'lmasa boshladik. Mazali kotletimizga kerak bo'ladi 300 gram qiyma, 3 bo'li baton noni, 1 dona piyoz, 2 dona chesnok donachasi, 1 dona pomidor, 1 dona kattaroq kartoshka, 100 gram mozzarella siri hamda 1 choy qoshiq tuz, yarim choy qoshiq zira, yarim choy qoshiq kashnich hamda nomigagina bir chimdim qora murch kerak bo'ladi. Hozir birinchi ishimizni batonimizni chetlarini kesib olib, o'rtasi yumshoq joyini ajratib olamiz. Mana batonimizning chetlarini kesib oldik. Endi buni ustidan ozginagina sut quyib, bo'ktirib qo'yamiz. Mana ozgina sut quyib olamiz. Yaxshilab bo'kkuncha quyib bo'ktirib qo'yamiz. Hamma yog'iga tegdi. Endi 5 minutga buni chetga olib qo'yamiz. Endi bo'lsa piyozimiz bilan chesnoklarimizni bo'laklarga bo'lib olamiz. Mana chesnok bilan piyozimizni bo'laklarga bo'lib oldik. Endi bo'lsa nonimizni, batonimizni siqib olamiz. Ortiqcha sutlarni olib tashlab, blender idishimizga yoki chopperimizga solib, piyoz va chesnok bilan yaxshilab aralashtirib bir xil massaga keltiramiz. Mana ortiqcha sutlarni oldik. Batondan ozginagina namroq bo'lishi kerak. Juda ham hamma sutni siqib tashlamaymiz. Endi bo'lsa chesnok bilan piyozlarni batonning ustiga solamiz. Mana hammasini soldik. Endi blenderda yaxshilab buni bir xil massaga kelguncha aralashtiramiz. Mana blenderda hammasini bir xil massaga keltirib oldik. Mana massamizni endi farshimizni bitta idishga solib, uni ustiga solamiz. Buni farsh soldik, endi ustiga massamizni solamiz. Mana endi bo'lsa, uni ustidan ziravorlarimizni solamiz. Tuzni ham solamiz. Endi bo'lsa hammasini yaxshilab aralashtiramiz. Shoshganda yetish esimdan chiqdi. Bitta tuxumni yarmisini solamiz. Bitta ko'plik qiladi. Mana tuxumni yarmisini olib qo'ydik, yarmisini soldik. Endi hammasini yaxshilab aralashtirib, qiymamizga ishlov beramiz. Mana qiymamizni urib yaxshilab pishitib oldik. Boshida aralashtirayotganda xuddi suyuqqa o'xshaydi, lekin yaxshilab ishlov berganimizdan keyin shunaqa tayyor holatga keladi. Endi qo'limizni ozgina suvga botirib olib, qo'limizni namlab, kotletlarimizga forma berishni boshlaymiz. Kotletlarimizni yasab olamiz. Kotletlarimizga forma berganimizdan keyin uni ikki tarafiga unga belab olamiz. Yaxshilab. Mana kotletlarimiz tayyor bo'ldi. Bu yoqda garnirga grechka qaynatib tayyor qo'yganman, sariyog' bilan aralashtirib. Bu yoqda bo'lsa kartoshkani qaynatdim. Pishgandan keyin yaxshilab ezib, unga sut bilan sariyog' solib, tuzlarini to'g'rilab, uni ham mayingina pyure qilaman. Mana tovamizga 150 ml yog' solib oldik. Endi kotletlarimizni ikki tarafini tillarang bo'lguncha qizartirib olamiz. Mana kotletlarimizni pishirishni boshladik. Tovamizga to'rtta sig'di, to'rttasini solib, yog'ni qizartirib olamiz. Mana kotletlarimizdan bir tarafi shunaqa chiroyli pishdi, ikkinchi tarafini o'dirib olamiz hammasini. Mana shunaqa chiroyli bo'mboqqina bo'lib pishadi kotletimiz. Mana kotletimizni ikki tarafini chiroyli qilib shunaqa qizartirib oldik. Endi tovadagi yog'imizni bitta idishga bo'shatamiz, ustiga toza yog'ni olamiz. Mana tovamizni tozalab yuvib oldik. Endi buni ustiga boyagi toza yog'ni solamiz kotletimizni. Mana ozgina yog' soldik. Endi buni ustidan kartoshkalarni teramiz. Boya kartoshkamizni bo'laklar bo'lib olgan edik. Endi shularni terib chiqamiz. Mana kartoshkamizdan endi ozgina tuz sepamiz. Kartoshkamizni tuz sepdik. Kartoshka terishimizga sabab kotletlarimizni dimlaganda kuymasligi uchun. Endi ustidan kotletlarni qo'yib chiqamiz. Mana kartoshkamizni kotletlarni qo'yib oldik. Endi bo'lsa, boyaga bir dona pomidor bo'laklar bo'lib olganmiz. Kotlet ustidan shularni qo'yamiz. Mana kotlet ustidan pomidorlarni ham qo'yib oldik. Ustidan ozgina tuzlarni sepib oldik. Endi atrofidan yarim piyola suv quyib past qilib 10 minutga dimlab qo'yamiz. Shunda pomidor so'klari kotletga o'tadi. Mana atrofidan yarim piyola suv quyamiz. Mana qaynab chiqqanidan keyin pasaytirib past qilib dimlaymiz 10 minutga. Mana qopqog'ini yopib qo'ydik, 10 minutdan keyin ochamiz. Bu orada sirimizni tyorkadan chiqarib olamiz. Mana oradan 10 minut o'tdi. Endi bo'lsa
Ustidan terkadan chiqadigan sirlarimizdan sepib olamiz. Mana sirlarimizdan qo'yib oldik. Yana 5 minutga qopqog'ini yopib qo'yamiz. 5 minutdan keyin ochamiz, tayyor bo'ladi. Mana sirlar erib tayyor bo'ldi. 5 minut ko'p yiqilarkan 2 minutda shunaqa erib tayyor bo'ldi. Endi idishimizga suzib olamiz sho'rlik. Mana mazali taomimiz tayyor bo'ldi. Mazalar juda ham zo'r chiqqan. Agar chesno yoqtirmaydiganlar bo'lsa, kotletga chesno solmasdan o'zini qilish ham mumkin. Lekin mazalar juda ham zo'r. Yeganingizda sirlar cho'zilib chiqadi. Juda ham mazalar zo'r bo'lgan. Tavsiya qilaman, albatta sizlar ham qilib ko'ringlar. Agarda retsept yoqqan bo'lsa, kanalga obuna bo'lib, like bosib qo'yishni unutmanglar. Yana yangi videolarda uchrashguncha.